Bir xonali uylar mehmon kutish uchun mo'ljallanmagan. Shuni to'g'ri tushuninglar. Bir xonali uylarni reklama qilganimizda zali yo'g'i mehmon kelsa qayerda kutiladi deb savol berishyapti-da. Agarda bir xonali uyda turadigan tanishinglar bo'lsa, mehmonga borib ularni ham xijolat qilib o'tirmanglar. Bir xonali uylar asosan yosh oila, yangi oilalar uchun juda ham zo'r. Bitta yotoqxona, bitta sanuzel, bitta oshxonadan iborat. Arenda qo'yish uchun ham juda ham zo'r bo'ladi. Arenda narxi bir xona bilan ikki xona uyi orasi $50 plus minus, lekin tan narxida juda ham katta raznica bor. Bugun ham xuddi shunaqa bir xonali uyga kelganmiz. Maydoni 30 kvadrat, narxi $35.500. Tayyor podключ holatdagi novostroykamiz. Bu yoqda pod'ezd eshigimiz bo'ladi. Kirishimiz bilan o'ng qo'lda bizda umumiy sanuzel joylashgan, chiroyli kafellar terilgan va bu yoqda asosiy mana shu xonamiz joylashgan. Xolasizlar yotoqxona, xolasizlar agar mehmon kutaman desanglar, zal qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. To'pli bol qilingan bo'ladi bu joylarimiz va bu yoqda oshxonani ko'rishimiz mumkin, kotellar ham qo'yilgan. Manzilimiz Yashnobod tumani Olmos mahallasi bo'ladi. Orientir China House ro'parasida joylashgan 3 etajli novostroykani 1-etaji. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashasizlar bo'ladi. Bir xonali uylar mehmon kutish uchun mo'ljallanmagan. Shuni to'g'ri tushuninglar. Bir xonali uylarni reklama qilganimizda zali yo'g'i mehmon kelsa qayerda kutiladi deb savol berishyapti-da. Agarda bir xonali uyda turadigan tanishinglar bo'lsa, mehmonga borib ularni ham xijolat qilib o'tirmanglar. Bir xonali uylar asosan yosh oila, yangi oilalar uchun juda ham zo'r. Bitta yotoqxona, bitta sanuzel, bitta oshxonadan iborat. Arenda qo'yish uchun ham juda ham zo'r bo'ladi. Arenda narxi bir xona bilan ikki xona uyi orasi $50 plus minus, lekin tan narxida juda ham katta raznica bor. Bugun ham xuddi shunaqa bir xonali uyga kelganmiz. Maydoni 30 kvadrat, narxi $35.500. Tayyor podключ holatdagi novostroykamiz. Bu yoqda pod'ezd eshigimiz bo'ladi. Kirishimiz bilan o'ng qo'lda bizda umumiy sanuzel joylashgan, chiroyli kafellar terilgan va bu yoqda asosiy mana shu xonamiz joylashgan. Xolasizlar yotoqxona, xolasizlar agar mehmon kutaman desanglar, zal qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. To'pli bol qilingan bo'ladi bu joylarimiz va bu yoqda oshxonani ko'rishimiz mumkin, kotellar ham qo'yilgan. Manzilimiz Yashnobod tumani Olmos mahallasi bo'ladi. Orientir China House ro'parasida joylashgan 3 etajli novostroykani 1-etaji. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashasizlar bo'ladi. Bir xonali uylar mehmon kutish uchun mo'ljallanmagan. Shuni to'g'ri tushuninglar. Bir xonali uylarni reklama qilganimizda zali yo'g'i mehmon kelsa qayerda kutiladi deb savol berishyapti-da. Agarda bir xonali uyda turadigan tanishinglar bo'lsa, mehmonga borib ularni ham xijolat qilib o'tirmanglar. Bir xonali uylar asosan yosh oila, yangi oilalar uchun juda ham zo'r. Bitta yotoqxona, bitta sanuzel, bitta oshxonadan iborat. Arenda qo'yish uchun ham juda ham zo'r bo'ladi. Arenda narxi bir xona bilan ikki xona uyi orasi $50 plus minus, lekin tan narxida juda ham katta raznica bor. Bugun ham xuddi shunaqa bir xonali uyga kelganmiz. Maydoni 30 kvadrat, narxi $35.500. Tayyor podключ holatdagi novostroykamiz.